Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11-iyun haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Hop, bular materiali nima aka bu ko'ylakda? Belmando ekan. Pachkaga nech pul deyapsiz shunda? 75 ming so'm pachka narxi. Ha, donaga ham, pachkaga ham 75 ming so'm, ha? Razmeri nechtalik buni? 48 dan 50 gacha tusharar ekan. Telefon nomerini ham aytamiz hozir. Bitta narxlar bilan tanishib qo'yaylik, aytamiz. Bunisi-chi? Bu Cupra. Cupralar nech puldan? 70 ming. 70 ming so'mdan ekan. Bunisi-chi? Ular 65 ming. Mana bu orqasi Sabr deb qo'ygani 60 mingmi? 65 ming. 65 ming so'm. Ko'ylak lazım. Bu ham o'sha Cupradan, ha? Bu ham standart 48-52 gacha tushadi. 48 dan 52 gacha tusharar ekan razmeri. Xo'p, bular nech puldan endi? Hop, ana o yaktalar 70 ming bular. Shularmi? Ha. Bular 70 ming so'mdan ekan. Bunaqa stoyka yoqali ham bor. Stoyka yoqali ham bor ekan, yoqasiz ham bor ekan, ha? Donaga nech puldan aka bu? Bir xil. Dona pachka 70 ming, ha? Donaga pachkaga 70 ming so'm ekan. Razmer nechtalik? 48-52 gacha. Standart. 48 dan 52 gacha ekan. Standart ekan. Hop, arzonlari monolar shekliga? Yo'q, 70 ming bular. Bular ham 70 ming so'm ekan. Bular Swarovski original yopishtirilmagan, tikilgan toshlar bular. Yaxshi. Telefon nomeringiz nechi? 33lik. 33lik 191 191 75 72. 75 72 ga telefon qilinglar, mana shu kiyimlar kerak bo'lsa. O'zingiz ishlab chiqarasiz. Ha, o'zimiz. Donaga, pachkaga sotishaverar ekan. Bir xil dona pachka narxi bir xil. Ko'proq olaman deganga yana chip-chip nimasini beramiz. Yaxshi.